Bu yerga Artel 18 talik kondisioner qo'ydik hozir. Energiya tushdi. Faqat mana chetsal palkasi katta bo'lganiga bir tomonga qarab to'g'ri qoldik. Narigi tomondan chiqib ketdi. O'rtada sesma bor. Sesma ko'rinmayapti. Tashqarisi tomoniga agregatini qo'ydik, chiqqan joyiga. Bitta bu. 16 nechinchi etaj? 14 etaj qadarmi deyman. 14 etaj qadar ekan. Flashatkalar bor. Enerjida do'mi qaysi firmaning do'mi bu? Yunusobod Artel. Hammasi cho'kka chiqdi. High-tech stilda remont qilingan dedi. Hamma narsasi cho'kka qilingan. Media firmani muxlisi ekan. Hamma narsasi media. Gaz ham media. Ichishga ham media. Bir katta televizor qo'yiladi.